Ikkinchisi, miya har qanaqa aloqadan qoniqqandan keyin shu narsaga o'rganadi. Buni birinchidan o'sha to'g'ri aytyapsiz, coitus vestibularis deydi. Uni o'sha fojia holatdagi aytib berganman. Chunki qinni ichiga kirmasdan tashqarida просто tamom qilish bu o'sha coitus vestibularis deyiladi, shunga kiradi. Uzoq payt coitus vestibularis bo'lishi ereksiyani o'sha kerakli darajada bo'lmasdan turib ishqalab o'sha qilingani hisobiga sizda ereksiyani bo'shashi holatiga olib keladi. U yerda parsial давление deymiz, kislorodga kabinet tanachalarini, hujayralarini qoniqishi bo'ladi. Ana o'sha qoniqish, o'sha masalan 70 mm totni stalba deymiz, shunaqa bo'lish kerak bo'ladigan bo'lsa, borgan sari o'sha tashqarida bo'ladigan aloqani hisobiga parsial bosim tushib boraveradi. Shuni hisobiga nimani tarangligi, agarda mana mashinani balonini qattimligini hisoblaydigan bo'lsangiz, ana 3, 2,5, 2, lekin qo'l bilan bosib ko'rsangiz uncha sezmaysiz-ku, 2 qanaqa, 3 qanaqa. Bilinmaydi, lekin uni yuklama berganingizda bilasiz. Odatda ham shunaqa qattimligi uncha bilinmaydi sizga, lekin o'sha ichidagi bosimni asta sekin kamayib ketib borishi, chunki qattim ereksiyasiz sizda eyakulyatsiya holatini bo'lishi, miya shu narsaga ko'nikishiga bora demak sizda o'sha ereksiyani bo'sh bo'lib turib tamom qilish holatiga olib keladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, miya har qanaqa aloqadan qoniqqandan keyin shu narsaga o'rganadi. Demak, siz o'sha shoshasiz, tezroq tamom qilay deysiz, ehtirosingizni oshirishga harakat qildirasiz va kutuvchi nevroz bilan birga o'sha sizda tez tamom qilish ham shuni orqasida.